Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun biz Namangan shahridagi yana bir ishimizni boshlab oldik. Bu xonadonimizga tepasiga lazer qo'yilyapti, pastiga bizik qo'yilyapti. Xudo xolasa sinchli devor, sinchlik, gazoblok, penoblok uchtasi birda. Bu xonadondagi jarayonlarni birin-ketin joylab boraveramiz. O'zingizlar ko'rib baho bera olasizlar. Kimga yoqqan bo'lsa like va podpiska bosishni unutmanglar. Suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I'll love you for 1,000 more. Time stands still, beauty in all she. So'raganlar uchun mana sinchimizni shunaqa qilib ochib olamiz. Cho'nnisini qoqib, keyin bunaqa qilib urbinga qo'yib, yo'lini chiqarib olamiz. Devor bilan u chekkasi bilan bu chekkasiga ip tortib, shu ipga qarab to'qib ketiladi bu. Tepadagi lazerga qo'yilgan razmer, pastdagi B8 so'qilga qo'yilgan razmer. Har bir sektor o'zini toshlarini o'zini razmeri bo'ladi. Обязательно bir xil razmer emas. Uzoqdan ko'rinish holati o'zingizlar ko'rib baho bera olasizlar. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqa qilsa bo'laveradi. 24 ga 7 xizmatdamiz. 12 viloyatda ham xizmat ko'rsataveramiz. I'll love you for 1,000 more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for 1,000 years. I'll love you for 1,000 more. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't